Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Buyursiz. Va alaykum assalom. Yaxshi ishlab turibsizmi qizim? Men Namangan viloyatini Namangan tumanidan Koinot Kavsari olamiga dam olishga keldim. Mani oyoqlarim, bellarim og'rirdi, belimda og'riq bo'lardi, puchni, davlinalarim bor edi. Kelganimda mana hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi, ancha shifo topdim. Tan jonlaringlar sog' bo'lsin. Mana hozir yaxshi hammasi. Lichendalar juda ham yaxshi, ovqatlari ham hammasidan minnatdorman. Tan joninglar sog' bo'lsin, hammasi yaxshi. Men bu yerga dam olishga kelib, mana hozir hamma sharoitlar ichkarida juda ham yaxshi. Tashqarilarga borib aqa-baqa yugurilmaydi. Ichkaridan borib lichenyalarni olib kelyapmiz. Parafinlari, vanna suvlari bor ekan, balchiqlari bor ekan. Fizioterapiya qizlar ham juda ham chiroyli muomala qilishib kutib olishadi. Hammalari yaxshi. Ming rahmat. Qiynalib qolganimiz yo'q. Shu sanatoriyani boshlig'i Maqsodjonga men minnatdorchiligimni bildiraman. Tanijonlari sog' bo'lsin. Hammanglarga ming rahmat. Men hammanglardan minnatdorman. Allohim xudovondan Maqsodjonni ham umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari butun bo'lsin. Xudoyo huzurlarini ko'rsinlar, Parvardigoriga ham umrlarini uzoq qilsin, rizqlarini ulug' qilib qo'ysin Xudoyim. Men sizlarga ham mana shu joylarga kelib dam olishlaringlarni, shifo topishlaringlarni tavsiya qilaman. Hammanglarni kelinglar, dam olinglar, o'ynab kulib ketinglar. Rahmat, hammalaridan minnatdorman. Sizga ham rahmat xolajon. Yana kelishinglaringni kutib qolamiz.